Abdurahmonov telefondan foydalanib kelyapti. To'xtat mashinani. Tushundim o'rtoq boshliq. Assalomu alaykum, inspektor Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Hozir shoshmay tur 1 minut. Marhamat qilib hujjatlaringizni taqdim qilib yuboring. Harakat davomida uyali aloqa vositasidan foydalanyapsiz. O'rtog'im telefon qilyapti. Zarur bo'lmasa, qoida buzadigan inson emasman. Telefon qilyapti, eshitishingiz mumkin. O'rtoq, bu vaziyatda juda ham muhim. Tez o'qib kelmasak bo'lmaydi. Telefonim qo'lda o'chib qoladi. Yangicha o'yinmi deyman, ha? Hujjatlaringizni bering. Aldamayapman. O'zi qoida buzadigan haydovchi emasman. Shoshilma Abdurahmonov. Bizning maqsadimiz qoidabuzarga jarima yozish emas, aksincha. Qoidabuzarlikning oldini olish. Gaplari yolg'onga o'xshamayapti. Yordam beramiz. Ko'rinishingizdan yolg'on gapiradigan odamga o'xshamaysiz. Aka, tadbirkorman. Yolg'on gapirishdan boshqa qiladigan ishim juda ko'p. Ish qilib tinchlik bo'lsin. Murfas, to'g'ridan kuning. Mana sen burib kelganmi? Kerak edi mo'ssallarga. Endi nima qilamiz o'rtoq boshliq? Nima qilardik Abdurahmonov? Tug'ilgan kunni jarimadan nishonlaymiz.